Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Türkiyədəki hakimiyyətə yaxınlığı bilan bilingan axbarat tirilish postisi 6 iyul kuni Şərq Türkistan sürgün hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Şərq Türkistan milliy harakatining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyorni ziyorat qilib, Şərq Türkistanning ahvoli, dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarning, jumladan Turkiyaning tutgan pozitsiyasi, har qaysi davlatlardan bo'libmi Turkiya boshliq turk davlatlaridan kutadigan talabi, mustaqillik ko'rishining vaziyatini keng jamoat bilan o'rtoqlashdi. Xitoyning zulmiga qarshi turk dunyosiga chaqiriq degan temada e'lon qilingan ziyorat xotirasidagi so'ralgan savollar Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyorning bergan javobini diqqatingizga sunamiz. Ziyoratning birinchi qismida 1949 yildagi tajovuz bilan boshlangan Xitoy mustamlakachiliginin majburiy tug'ut cheklash, a'zo etkazchiligi, bolalarni qochirish va qul emgaki qatorliq nurg'ulg'an vahshiylarcha qilmishlar bilan davomlashayotganligini eslatib o'tdi. Bu jihatda Xitoyga qaratilgan jazolarning yetarsiz va mag'lub bo'lganligini tilga olgan Salih Xudoyor Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, xalqaro jamiyat bo'libmi turk dunyosi rahbarlaridan texim ko'p qo'llash kutadiganligini bildirdi. Muxbir bugungi kunda Sharq Turkistondagi eng jiddiy va eng halqaliq masala nima deb so'rganida Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va mustamlakachi tajovuzchilikni orqaga yandirg'ili bo'lmaydigan bir pallaga yetkazish uchun vaqt bilan baslashyotidi. Ularning 2014 yili 23 mayda rasmiy boshlatgan irqiy qirg'inchilik harakati bir kunmi to'xtab qolgani yo'q. Mana bugun 13-yilga qadam qo'ydi. Buning tub asosi nupus qurilmasini o'zgartirishdir. Xitoy 1949 yili besib olgan chaqda yerlik turk xalqlari, ya'ni mutlaq ko'pchilikni tashkil qilgan Uyg'urlar, boshqa qozoq, qirg'iz qatorliq turkiy xalqlar Sharq Turkiston nupusining 92% dan ortiqini tashkil qiladi. Ko'pinchisi askar va amaldorlardan tarkib topgan Xitoy tajovuzchilarining nupusida egallagan nisbati 5% dan tuvan edi. Xitoyning o'z nupus statistikasiga asoslanganda 2020 yilga kelganda yerlik turk nupusi taxminan 55% ga tushib qolgan. Xitoy tajovuzchilarining nupusi bo'lsa 42% dan oshib ketgan. Bu o'tgan bir asrda bir xalqning o'z vatanida uchirgan eng og'ir nupus o'zgarish fojiasi va eng rahimsiz mustamlakachilikdir. Hozir bo'lsa bu jarayon texmi tezlashyotidi. 2026 yili 12 martda qabul qilingan va 2026 yili 1 iyundan boshlab yo'l qo'yilgan Millatlar Ittifoqligi va taraqqiyotini ilgari surish qonuni bu xalqlarning hammasini birdan-bir Junxo kimligi ichida eritib tugatishni maqsad qiladi. Boshqa bir kimlik da'vosi qilishni bo'lsa jinoyat deb qaraydi. 1949 yildan buyon amaliyotda ijro qilinib kelgan siyosatlar amdilikda rasmiy qonunga aylandi. Bu faqat bir kishilik huquq dafsanchiligining masalasi emas. Bu bir millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini hargizmi kuchga ega qilmaslik uchun uning mavjudligiga qonun bo'yicha tamoman va abadiy xotim berishdir deb javob berdi. Muxbir xalqaro jamiyat ko'pincha ko'zdan qochirayotgan, yana qaysi kishilik huquq dafsanchiliklari yuz beryotidi deb so'raganda Sharq Turkiston surgun hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor eng og'ir dunyoning ko'rmasga kelayotgan dafsanchilik bo'lsa, o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash huquqimizning inkor qilinishidir. Dunyo Sharq Turkiston masalasini Xitoyning bir kishilik huquq, bir osonlik millat yoki bir ichki ishlari masalasi deb o'ylayotidi. Bularning uchilislar emas. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqi xalqaro qonunning eng oliy normasidir. U irqiy qirg'inchilikni cheklash va tajovuzchilikni cheklash qonunlari bilan o'xshash darajada yuqori o'ringa ega. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki asosiy kishilik huquq ahdnomasining birinchi moddasidir. Chunki bu huquq bo'lmasa, bir xalq o'zining boshqa hech qanday huquqini qo'g'dab qola olmaydi. Irqiy qirg'inchilik, turkumlab tutqun qilish, qul emgaki, tug'ut cheklash, majburiy assimilyatsiya qilish qatorliqlarning har biri osh xalqni abadiy yo'qotishning qurollaridir. Yana bir tarafdan ko'langi ostida qilayotgan ikki muhim soha bor. Birinchisi tirik a'zo etkazchiligi. Xitoyning majburiy a'zo ilish sohasidagi boshlamchi tadqiqotchi Ethan Gottmanning bu yil nashr qilingan Xinjiang tartibi, ya'ni The Xinjiang Procedure nomli kitobida o'tirib qo'ygandek, muntazam tajribaxonalarda yiliga 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur va boshqa turk yoshlari a'zolari uchun o'ldirilmoqda. 2021 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari lagerlardagi tutqunlarning majburiy qon tekshirish va a'zo tekshirishidan o'tkazilib, jonliq organ manbasi uchur ombiriga tizimlanganligini doklad qildi. 2024 yili dekabrda Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi a'zo ko'chirib yetkazish markazlarini 2030 yilgacha 2 dan 8 ga ko'paytirish planini e'lon qildi.
İkincisi, məcburi tug'ut cheklash va sistemlik tug'mas qilib etish. Ayollarimiz turkumlab tug'mas qilib etildi. Tug'ut cheklash usulini qo'llanish va bola tushirishga majburlandi. Tadqiqotlarga asoslanganda bu siyosatlar faqat Sharq Turkistonning janubida 2040 yilgacha 4 million 500 mingga yaqin bolaning tug'ilishini to'sib qo'yishi mumkin. Uchinchisi, bolalarni tortib olish. 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolasi oilasidan ayirib etilib, davlat organlariga o'rinlashtirildi. Ular tilidan, kimligidan va e'tiqodidan ayirib etilib, ixtiyorlashtirilyotidi. To'rtinchisi bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari 2024 yil yanvarda qul emgak va insoniyatga qarshi jinoyat deb atagan millionlab turklarning qul o'rnida majburiy ishlatilishidir deb javob berdi. Ailesi bilan aloqa qila olmayotgan Uyg'urlar uchun qanday xizmatlarni ishlayapsizlar deb so'raganda Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi javoban bu irqiy qirg'inchilikning eng cho'nqur yaralaridan biridir. Surgundagi yuz minglagan Uyg'ur o'zlarining ota-onasi, qarindoshlari va farzandlarining hayot yoki emasligini bilmaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston milliy harakati bu jarayonlarni hujjatlashtirib, dalil isbot omriga aylantirib, xalqaro organlarga sunmoqda. 2020 yilidan buyon Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga 4 qatim iltimos sundik. Bu parchalangan oilalar masalasini hukumatlar va parlamentlarning kun tartibida tutib turyapmiz. Chunki bularning har biri ayrim fojia emas, balki angliq elib berilayotgan bir siyosatning parchasidir. Xitoy bu siyosatni chegara sirtiga kengaytirdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti va istixborot sheriklari orqali Uyg'urlarni chegaradan qo'g'lab chiqarishga urinmoqda. Qolgan oila a'zolariga tahdid silish orqali xalqaro qonunni dafsanda qilmoqda. Bizning xizmatimiz ikki yo'nalishlik. Haqiqatni hujjatlashtirish va qo'rqinchning xalqimizni jimiqtirib etishiga yo'l qo'ymaslikdir, deb javob berdi. Muxbir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro organlardan nimalarni kutsizlar deb so'raganda, asosli kutadiganimiz dunyoning amdi faqatla natijalar bilan emas, balki asl sababiga markazlashishidir. Asli sabab bo'lsa 1949 yildagi besib olish bilan boshlangan Xitoy mustamlakachiligidir. Lagerlar, qul emgaki, majburiy tug'ut cheklash, oilalarning parchalanishi, kulturimizning yo'qotilishi, bularning hammasi reallik va dahshat. Lekin bularning hammasi shu asli sababning natijasidir. Shunga bizning talabimiz tuvandikicha. 2025 yil mayda Sharq Turkistonning milliy davosiga oid tunji iltimos xatini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mustamlakachilikni tugutish alohida komitetiga sundik. Sharq Turkistonning o'zini o'zi idora qilishi tartiblangan territoriya sifatida tizimga ilinishini va Xitoyning tajovuzchi kuch sifatida tunilishini talab qildik. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlaka davlat va xalqlarga mustaqillik berish to'g'risidagi xitobnomasining kechiktirilmay ijro qilinishini talab qilamiz. Chunki birinchi qadam o'zini jazmlashtirdi. Bir xalqning negizlik huquqlarining asli kapolati mustaqillikning kechiktirilmay berilishidir. Sud mahkamasiga 2020 yildan buyon 4 qatim dalil isbot sundik. Lekin 3-yiliga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, texi bir qatimligigami tekshirish ochilmadi. Mana bu byurokratlikning isbotidir. Masalani faqat bir kishilik huquq masalasi sifatida qo'lga olgan usulning mag'lub bo'lganligining aniq isbotidir. Buni oxirlashtira oladigan birdan-bir ramka mustamlakachilikni tugutish va mustaqilligimizning qaytadan asliga keltirilishidir deb javob berdi. Muxbir Xitoyga qartilgan jazolarning unumli bo'lganligiga ishonamsiz deb so'raganda Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi ochiqlab aytamanki, ular mag'lub bo'ldi. Ya irqiy qirg'inchilikni yoki besib olishni to'xtata olmadi. Amerikaning majburiy emgakdan ishlangan mahsulotlarni cheklash qonuni va bir qancha amaldorlarga qartilgan jazolar simvollik qimmatga ega. Lekin G'arbda hech qanday mol-mulki bo'lmaydigan amaldorlarni tizimlikka kirgizish yoki uchinchi davlatlarga osonlik yetkazib bo'ladigan yo'llanmalarni to'sish cheklash kuchiga emas, faqat shakldir. Uning ustiga Xitoy qurilmalik bir qalqon yasab oldi, ya'ni bir balvoq bir yo'l qurilishi va bergan qarzlari orqali nurg'ulg'an davlatlarni o'ziga beqindi qilib oldi. Ularning hisob so'rash irodasini palach qildi. Asli masala faqat jazolarning ojizligida emas, balki xato yerga qarilayotganligidandir. Jazolar natijaga markazlashib oldi. Asli sababda bo'lsa qo'l tekkizmayotidi. Asli sabab Xitoyning mustamlakachi tajovuzchiligidir. Shunga jazolar hargizmi o'z oldiga hal qilish chorasi bo'la olmaydi. Haqiqiy chora dunyoning bu besib olishga ochiq-oshkora qarshi turish va Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqillik ko'rishini qo'llashidir.
Dünya qoğdilayotgan narsaning bir kishilik huquq xotirasi bo'lmasdan, balki bir mustamlika zamin ekanligini ochiq aytmaydigan jazolar irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning quroli emas, faqat ayblash, xotirlab qo'yishning yo'li bo'lib qoladi, deb javob berdi. Muxbir yaqinqi mezgillarda qaysi davlatlar bilan bo'lgan aloqani qo'yiqlashtirdinglar deb so'raganda, Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi diplomatik aloqalarimizga asosliq o'lchimimiz Sharqi Turkistonning mustaqillik da'vosi va mustamlikadan qutulish ko'rishiga beradigan amaliy qo'llashdir. Bu ramka ichida Beijing bilan yer shari xarakterlik raqobat ichida turayotgan va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni tunji bo'lib tunigan aktivlarning biri bo'lgan Amerika bilan aloqamiz qo'yiq. Bundan boshqa parlamentlari irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilgan boshqa g'arb davlatlari, masalan, Kanada, Angliya, Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chex, Litva va boshqa Yevropa parlamenti bilan bo'lgan munosabatlarimizni butunlay bu jinoyatning hisobini so'rash asosida olib beryapmiz. Lekin biz uchun asosliq kengayayotgan va strategik ahamiyatga ega bo'lgan ikkinchi guruhga kengayimchi Xitoyning o'z egilik huquqlariga qaratayotgan tahdidni bevosita his qilishga boshlagan Osiyo davlatlaridir. Borgan sari ko'plagan hukumatlar tushunyotadiki, Beijingning Sharq Turkistonda ko'rsatayotgan qonunsizligi Iroqdagi bir kishilik huquq masalasi emas, balki xalqaro qonun va egilik huquqlariga hamma yerda qandoq hujum qildiganligining bir ifodasidir. Dal mush sababdan 2026-yili 5-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlikani oxirlashtirish komitetiga sungan iltimos xatidan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 4-komitetining a'zolariga yo'naldik. Bu davlatlarning ko'pinchisi o'tmishda mustamlika zulmini tortgan, imperializmga qarshi jang qilgan va o'z erkinligini tamoman biz bugun iltimos qilgan mustamlikadan qutuldirish ramkasi soyasida qo'lga keltirgan millatlardir. Bizning eng tabiiy zaminimiz va ovozimizni eng yaxshi tushunadiganlar mustamlikachilikning nima ekanligini beshdan o'tkazgan ashu davlatlardir, deb javob berdi. Muxbir g'arb davlatlarining Sharq Turkiston siyosatini yetarli deb qaramsiz deb so'raganida, yo'q. Men buni ochiqlay aytaman. G'arb parlamentlarining irqiy qirg'inchilikni tonishi tarixiy va zarur bir qadam edi. Lekin hech qanday natija bermaydigan bir tunish jinoyatga xotim berishning emas, balki faqat vijdonni rohatlantirishning bir yo'li bo'lib qoladi. Amerika va nurg'ulg'an g'arb parlamentlari irqiy qirg'inchilikni 2020-yildan 2022-yillari orasida to'nigan edi. Mana bugun Xitoyning irqiy qirg'inchiligi 13-yiliga qadam qo'ydi va yana davom Söz bilan amal o'ttirisidagi mushu bo'shliq dal Xitoyning ot o'ynatayotgan yeridir. G'arb davlatlari Sharq Turkistonni yanada Beijing bilan bo'lgan savdo va strategik hisobotlarning kayniga tashlab qo'yotdi. Haqiqiy yetarlik bo'lish amaliy qadamlarni talab qiladi. Hech bo'lmaganda ularning Tibetga bergan qo'llashiga bir qarab beqish kerak. Vatanimizni o'zining to'g'ri nomi bilan, ya'ni Sharq Turkiston deb atashi bizni siyosiy, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llash kerak. Lekin buning bilan cheklanib qolmay, texmo ilgilgan holda Sharq Turkistonni besilgan bir davlat deb tunishi lozim. Chunki bu masala Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning kichik izohati emas. Sharq Turkiston ham nupus, ham yer yuzidagi eng cho'ng mustamlik ostida qolgan davlatdir va darhol mustamlika tuzumi tugatilishi kerak deb javob berdi. Muxbir Turkiyaning Sharq Turkiston masalasiga tutayotgan maydoniga qandoq baho berasiz deb so'raganida Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi, Turkiya biz uchun tengdoshsiz bir davlatdir. Biz qon, til, tarix va e'tiqod rishtasisi bilan bog'langan bir qarindosh davlat. Shundaqla O'rta Osiyodan keyin qolsalar eng ko'p Sharq Turkistonlik muhojirlarga sohibxonlik qilmoqda. Bu bog'lanish bir cho'ng mas'uliyatni yuklagan. Turk xalqi ommaviy tashkilotlar va nurg'ulg'an siyosatchilar samimiy bir hamkorlik va hissdoshlik ko'rsatdi. Ularga yurakdan rahmat aytamiz. Lekin davlat siyosati saviyasida ahvol nihoyat andish qilarliqdir. 1996-yildan buyon Turkiya Sharq Turkistonga hissdoshlik bilan qaraydigan maydonidan Xitoy dastlabki o'rinda degan siyosatga qarab yuzlandi va bu yuzlanish xalqimizga og'ir badallarni to'latkizdi. Xitoy bilan cho'nqurlashgan iqtisodiy, diplomatik, harbiy va istixborot hamkorliklari Anqaraning Sharq Turkistonni qo'llaydigan ovozini bo'g'ib qo'ydi. Beijing bilan olib berilayotgan istixborot va atalmish bexatarlik hamkorligi bo'lsa, mustaqillik ko'rishimizga bevosita zarba bermoqda. Davoyimiz Xitoydan erishiladigan manfaatlarga qarshi tutiladigan bir savdolik temasiga aylantirib qo'yildi. Eng azobli bo'lgani bo'lsa, Turkiyaning yetakchiligidagi Turk davlatlari tashkilotining sukut qilishidir. Türk Devletleri Teşkilatı dünyanın başka bulun fıtqaqlarındaki musulmonlar uchun ovozini chiqardi. Lekin Türk madaniyatining beshigi bo'lgan Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikka qarta sukutni tanlaydi. Türk dunyosi boshqa tarafga qarab turganda, hatto ba'zida Xitoy bilan bizga qarshi hamkorlik o'rnatganda biz yo'qotilyapmiz. Turkiyaga tushadigan vazifa o'zining tarixiy, madaniy va siyosiy salmoqining talabini o'rinlash. Bu masalada ham Türk dunyosiga ham islom dunyosiga yetakchilik qilishdir.
Vaholanki bugun bu da'vo bilan qon, til va e'tiqod rishisi bo'lmagan g'arb davlatlarimi Turkiyaning oldida turmoqda. Sharq Turkistonning eng tabiiy ittifoqdoshi bo'lishi kerak bo'lgan Turkiya o'z qarindoshining da'vosida orqada qolyotidi. Andishalarimizni yetkazish uchun Turkiyadagi siyosiy partiyalar, siyosatchilar va organlar bilan aloqalarimiz bo'ldi. Lekin yaqinqi 10 yillardagi siyosiy burilishdan keyin ishonch cho'nqirilishdan burun yangidan turg'izilishi kerak. Bu mas'uliyat bo'lsa, oldi bilan davlat siyosatini belgilaganlarning ustidadir. Turkiyaning yuqori darajalik amaldorlari bilan haqiqiy bir aloqaga har vaqt tayyormiz. Lekin buning o'lchami shaklvozlik emas, balki Sharq Turkiston uchun tashlanadigan amaliy qadamlardir deb javob berdi. Turkiyadagi ommaviy tashkilotlarning olib berayotgan xizmatlarini yetarli qaramsiz deb so'rganida Sharq Turkiston surgun hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Turkiyaning ommaviy tashkilotlari dunyoning har qanday yeridagi Sharq Turkiston ovozi ichida eng samimiy va eng qat'iy bo'lganlarning biri bo'lib keldi. Ularga yurakdan rahmat aytamiz. Namoyishlar, tunishtirish faoliyatlari, muhojirlarga sunilgan insonparvarlik yordam qo'llari bularning hammasi da'voni ommaning vijdonida tirik tutib turmoqda. Ammo yuksalishi kerak bo'lgan taraf bo'lsa, o'zaro moslashish va faqatla hissdoshlik xarakterlik javobgarlikdan strategik qurilmaliq bir huquq qo'g'dug'ichilikqa o'tishdir. O'zliksiz qonuniy hujjatlashtirish, xalqaroliq lobbichilik qilish va Turkiyadagi ashu xalq ommasining energiyasini da'voning oxirgi hisobda g'alaba qiladigan yoki mag'lub bo'ladigan diplomatik va qonuniy saflarga bog'lashdir. Yurak ashu yerda. Əmdəki vəzifə aşı yürekni önümlük hareketga aylandırışdır. Bunun ichiga Turkiya davlatini va Türk davlatlari tashkilotini Sharq Turkistondagi Türk qarindoshlar oldidagi axloqiy va tarixiy mas'uliyatlarini o'rindashga da'vat qilish mumkindir deb javob berdi. Muxbir surgundagi Uyg'ur jamiyati kelgusiga qanday tayyorlik qilmoqda deb so'rganida, bizning ko'rishimiz bir millatning eng ig'ir, eng qiyin shartlar ostida o'z mustaqilligini qaytarib olish ko'rishidir. Vatanimiz ishg'oliyat ostida, xalqimizning zo'r bir qismi asirlikda. Sürgündekiler bolsa dünyanın dört atrafıga tarqılıp ketken. Xitayning besimi ostida va dunyo tarafidan bo'libmi Türk va musulmon qarindosh millatlar tarafidan xuddi yetim qoldirilgandek bir ahvolda turmoqda. Lekin bir millatni millat qilgan narsa faqatla uning ega bo'lgan imkonlari emas, balki qandoq bo'lishidan qat'iy nazar o'ri turg'izgan irodasidir. Ana shu iroda bizning ichimizda yashayotidi. Bizning tayyorligimiz ikki asosga tayanadi. Birinchisi organlashishdir. 2004 14 sentabrda qurilgan Sharq Turkiston surgundi hukumati 1949 yili 22 dekabrda Xitoyning besib olishi bilan ag'dirilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining davomidir. Xalqimizning egalik huquqi va mustaqillik huquqining omonatidir. Bir millatning davlati vayron qilishi, tuproqqa besib olinishi mumkin. Lekin egalik huquqi uni qo'g'daydigan va yurgizadigan bir qonunliq iroda mavjud bo'libla turadigan, albatta yashaydi. İmkoniyatlarimiz cheklik bo'lsa-mu, da'voimizni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasi va dunyo jamoatining oldiga elib chiqishni davomlashtiryapmiz. Shunda qilib, vaqt soati kelganda erkin va egalik huquqli davlatlar jamiyatidagi o'rnimizni qaytadan elishga tayyor turmiz. Ikkinchisi, yangi avlodlar. Xitoyning eng kuchli quroli lagerlari yoki armiyasi emas, balki vaqtdir. U bizning unutib ketishimizni, assimilyatsiya bo'lib ketishimizni, o'zining kim ekanligini bilmaydigan bir avlod bilan yo'q bo'lib ketishimizni kutmoqda. Eng cheklik imkoniyatlar bilanmi, ya'ni tilimizni yashatish orqali Xitoy o'chirib o'tmoqchi bo'lgan tariximizni o'rgatish orqali bolalarimizga o'zlarining bir osonlik millat emas, balki besilgan bir davlatning asli egasi ekanligini va mustaqilligimizdan hargiz voz kechmaydiganligini singdirish orqali qarshi turamiz. Bir millat o'z kimligi va da'vosini qo'g'day olgan ekan, hargiz mag'lub bo'lgan hisoblanmaydi. Biz na aslima tariximizdan, na haq huquqimizdan hargiz voz kechmaymiz deb javob berdi. Muxbir, agar ata xalqaro jamiyat mushu masala uchun suhbat ustiliga o'ltirsa, sizlarning tunji talabinglar nima bo'ladi deb so'rganida, Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyor apandi talabimiz yakka va aniqdir. Xitoyning Sharq Turkiston ustidagi ishg'oliyatining oxirlashishi hamda xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi asosida mustaqilligimiz qaytadan asliga keltirilishi kerak. Tunji amaliy qadamning nima ekanligi aniq. Sharq Turkistonning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'zini o'zi idora qilish haqqi tortilingan rayon sifatida rasmiy tizimga elinish va Xitoyning bir besib olg'uchi kuch sifatida tunilishidir. Hamma narsa mana shu nuqtadan boshlandi. Xitoy 1949 yili 12 oktyabrda tajovuz qilib kirganda bizning mustaqil bir davlatimiz bor edi. U bo'lsa Sharq Turkiston Jumhuriyatidir. Bu besib olishni qonunli qilib ko'rsatgan na bir davlat o'tkazib berish shartnomasi, na bir umumiy xalq ovoz berishi, na xalqimizning irodasini aks ettiradigan biror parcha hujjat yo'q edi. Egalik huquqimiz bizdan qurol kuchi orqali tortib olindi.
Bizning birdan-bir talabimiz xalqaro qonunning o'z mustaqilligini qo'lga keltirgan 80 dan ortiq mustamlikadan qutulgan davlatga qanday tatbiqlanib kelgan bo'lsa, bizga mana shunday tatbiqlanishidir. Biz texay mush talabni o'ttirg'i qo'ygudek darajada mavjud bo'lib turayotgan bir paytda bu jarayonning amalga oshishidir. Chunki haqiqat shuki, bu tüp masala hal qilinmay turib, 76 yildan beri sinab yiqilgan barliq yo'llar bizni faqat mag'lubiyatga boshladi. Mustamlikchilik butunlay tugatilmay turib va mustaqilligimiz qaytadan asliga keltirilmay turib, biz na bu irqiy qirg'inchilikni to'xtata olamiz, na bir millat sifatida mavjudligimizni saqlab qola olamiz. Biz uchun bu bir siyosiy tanlash masalasi emas, balki bir milliy mavjudlik masalasidir deb javob berdi. Muxbir dunyo jamoatchiligiga Sharq Turkiston masalasida yetarli uchur berilyotidi deb qaramsiz. Xitoyning xalqarodagi taratquv faoliyatlariga qanday taqobil turyapsizlar deb so'rganida Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi, "Yo'q, bu bir bilib turib qilayotgan tanlashdir. Xitoy bayonlarini sinoq qilish uchun g'oyat zo'r manbalarni xajlaydi. Jazo lagerlarini kasbiy tarbiyalash markazlari, majburiy emgakni taraqqiyot, mustamlikchi besib olishni bo'lsa tinchlik bilan ozod qilish deb pardozlamoqda. Bu yerdagi eng cho'ng va eng cho'nqur aldash bo'lsa faqat birla so'zning ichiga yoshirilgan. U bo'lsa Xinjiang degan so'zdir. Bu hargizmi odatdagi bir yernoma emas. O yangidan besib olingan tuproq yoki mustamlika degan ma'noni bildiradigan bir besib olg'uchi kuch o'zi egallab olgan tuproqqa qo'ygan mustamlika atalg'idir. Biz Xitoyning milliardlagan dollarlik taratquv kuchi bilan tenglasholmaydiganligimiz aniq. Biz buni yoshirmaymiz. Lekin biz pulga setib olg'ili bo'lmaydigan bir narsa orqali, ya'ni hujjatlashtirilgan haqiqat orqali kurash qilyapmiz. Qo'limizdan kelishicha ovozimizni yuqori ko'taryapmiz. Namoyishlarimizni va yig'inlarimizni uyushtiryapmiz. Matbuotlarni, hukumatlarni va ommani uchur bilan ta'minlayapmiz. Mushunga o'xshash ziyoratlarni qabul qilyapmiz. Eng muhimi biz hamma narsada dalil isbotlarga, ya'ni Xitoyning o'zidan oshkorlanib ketgan maxfiy hujjatlarga asoslanamiz. Biz bu haqiqatlarni Sharq Turkiston hech qachon Xitoyning bir qismi bo'lgan emas nomli Aqtoshliq kitobimizda, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan dokladlarimizda aniq o'tirg'i qo'ydik. Biroq sukutni pul bilan setib oladigan bir davlatga qarshi haqiqat faqat shu haqiqatni qo'g'dash va tarqitishga tirishadigan fidokorlar soyasida o'rib tura oladi. Biroq sukutni pul bilan setib oladigan bir davlatga qarshi haqiqat faqat shu haqiqatni qo'g'dash va tarqitishga tirishadigan fidokorlar soyasida o'rib tura oladi. Mana bizning yordamga eng ehtiyojli bo'lgan yerimiz dal mushu yerdir. Biz bilan bo'lgan tarixiy va qarindoshlik rishtasini ko'zda tutganda o'zining matbuoti, organlari va xalqi bilan eng oldingi safda turish kerak bo'lgan davlat Turkiyadir. Beshini burab ketishni rad qilgan har bir samimiy ovoz, bizning ovozimiz bo'lgan Xitoyning yolg'onlarini rad qilgan har bir samimiy ovoz, Xitoyning g'oyat zo'r badallarni to'lab qo'lga keltirgan sukutini yana bir qadam ojizlashtirib o'tdi deb javob berdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.